Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom dinining 5 farzlaridan biri bo'lgan muborak haj ibodatini ado etib, muqaddas maskanlar Makka va Madinada bo'lgan hojilarimiz bugun 12-iyun kuni vatanimizga qaytib kelmoqdalar. Shu munosabat bilan biz ham ularni kutib olish uchun aeroportga keldik. Keling, ularning muborak ibodatni ado etishga taalluqli bo'lgan taassurotlarni birgalikda tinglaymiz. Albatta haj yaxshi, Makka Mukarrama, Madina Munawvara go'zal shahar, lekin vatan go'zal. Albatta hamma kelayotganlar ko'zlarida yosh bilan, vatan sog'inchi bilan kelyaptilarki, umid qilamizki bu hojilarimizning duolari yurtimizga baraka bo'ladi. Bu yilgi hajimiz har yilgidan ko'ra o'zgacharoq bo'ldi. Odatda mana shu gap odat bo'ladi har doim, lekin haqiqatda ham bu yil o'zgacha bo'ldi. Qandaydir bu yil bir sakinat bilan bo'ldi, bir go'zallik bilan bo'ldi. Hojilarimizni ham aksarlari mana shu borganlari hojilik ibodatiga tayyor bo'lib borganliklari, ma'naviy nuqtai nazardan tayyorliklarini bu yilda biz ko'rib turdik. O'zimiz juda ham chiroyli amallarni bajardilar. Eng asosiysi hojilarimizning qalbi juda sururga to'ldi. Ikkita narsadan. Bittasi muhtaram prezidentimizni qo'ng'iroq qilib bizdan hol so'rashdilar. Men o'zim guvohman, juda ko'p hojilarimiz, hoji otalarimiz, hoji onalarimiz ko'zlarida yosh bilan, xursandchilik bilan bu qarshi oldilar prezidentimiz muloqotlarini. Juda ham xursand bo'ldilar. Mana shuncha ishlardan oshilib bizni shu vatanda uzoqda turgan, Makkada turganlarni holidan xabar oldilar deb nihoyatda mamnun bo'ldilar. Ehtimol mana shu muhtaram prezidentimizning g'amxo'rliklari yanada o'sha ularni holidan xabar olishi hojilarimizga katta ilhom bag'ishladida Arofatda turib hamma bir ovozdan endi biz yangi O'zbekistonda ma'naviy, ma'rifiy targ'ibotchisiga aylanamiz, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz degan shior bilan qaytib keldik. Prezidentimizga mingdan ming rahmat bizga. Hayajonim juda ham kuchli. Davlatimiz rahbariga rahmat, shuncha sharoit qilib berib bizga. Diniy qo'mita tavakkillariga bir necha yillik orzularimiz ushaldi. Taassurotlarimiz juda ham cheksiz. O'sha endi davlatimiz, yurtimiz rahbariyati, yurtimiz aholisi duolar qildik. Taassurotlarim cheksiz. Allohga shukr. Yaxshi farzandlarimiz bor ekan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Omonovga ham katta rahmat. Shunaqa chiroyli qulay sharoitlar yaratishganki, hajga borib ham dam olgandek bo'lasiz, ham haj amallarini bajarasiz. Ayniqsa Arafat tog'idagi amallar juda ham chiroyli o'tdi. Allohim duolarimizni qabul qilgan bo'lsin. Allohim yurtimizda tinch bo'lsin. Hammaning uyida yaxshi kunlar bo'lsin. Sharoitlar yaxshi bo'ldi. Har yilgidan ham bu yilgisi ajoyib bo'ldi juda. Oldingilarni gapirib berishganini eshitgandik. Biz borayotganimizda juda ham yaxshi kutib olishdi. Arofatdagi, Minodagi taassurotlar menda juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Juda ham bizni xursand qilib yuborishdi. Rejalashtirilgan hamma narsa. Bizani hech ham urintirishmadi ham. O'zim ko'rib turibman hozir. Oldingi yildan bu yilgi juda ham boshqacha bo'lgan ekan. Bugun yurtimizga qaytgan hojilarimizning ko'zlarida shukronalik, vatanga muhabbatni ko'rib,
biz ham quvondik. Alloh taolo hojilarimizning haj ibodatlarini qabul etib, el yurt haqqiga qilgan duolarini o'zi ijobat aylasin. Vatanimizga xush kelibsiz deymiz.